Kuz kelishi bilan organizmning zaxirasi kamayib, tez-tez shamollashga olib keladi. Aynan shu paytida organizmga yordam beradigan 3 asosiy vitamin va minerallar bor. Birinchisi vitamin D. Kuz kelganda quyosh nurlari kamayishi sababli qo'shimcha qabul qilish talab etiladi. Bu vitamin limfotsit va makrofaglar faoliyatini yaxshilaydi. Organizmning virus va bakteriyalarga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Ikkinchisi vitamin C. Antioksidant ta'sir qilib, organizmni yallig'lanishini kamaytiradi. Oq qon hujayralari faoliyatini kuchaytiradi. Kasallik belgilarini kamaytiradi. Uchinchisi sink. Viruslarning ko'payishini sekinlashtiradi, ayniqsa rinoviruslarning. Immun tizimi faoliyati uchun zarur bo'lib, kasallik boshlanishi bilan qabul qilish tavsiya etiladi. Bu uchala vitamin va minerallar organizm uchun qalqon desak ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va tez-tez shamollaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.